Yigit balkonda o'tirgandi. Hovlida ko'p ko'rgan qarg'a panjaraga qo'ndi. U qarg'aga ovqat berdi. Qarg'a esa zanglagan gayka olib keldi. Ertasi kuni qarg'a yana panjarada edi. Yigit yana ovqat berdi. Qarg'a yana sovg'a olib keldi. Bu safar shisha. Har kuni ertalab yigit panjaraga yong'oq yoki ridavorlar qo'yardi. Qarg'a uchib kelib olardi. O'rniga biror narsa qoldirardi. Yigit do'stini har kuni telefoniga olardi. Bir kuni ertalab qarg'a keldi. Lekin odatdagi ovoz o'rniga panjaradan aniq metall jiringlash eshitildi. Qarg'a kichik va xira yaltiroq narsani qoldirdi. Yigit titrayotgan qo'lini sekin uzatdi. Panjara ustida unga juda tanish bo'lgan uzuk yotardi. Yigit kichikligida bobosi uzukni yo'qotib juda xafa bo'lgan edi. Hozir bobosi yo'q. Lekin qarg'a 20 yildan keyin o'sha uzukni olib keldi. O'sha kuni balkonda qarg'a uchun ziyofat bo'ldi. Yigit esa mo'jizalar sodir bo'lishini va ba'zan ularni qora qanotlari borligini tushunib, qarg'aga minnatdor bo'lib qaradi.